Farg'onaga qaytib ko'chib ketyapman. Toshkentda yashash menga emas ekan. Juda ham qiynalib ketdim. Musofir baribir musofir bo'lar ekanda. Rosta qiynaldim. Shu uchun Farg'onaga ko'chib ketaman desam, ishonib o'tirmanglar, chunki men uyimni generalniy uborga qilyapman. Vodiydan kelganimdan keyin uylarimni tozalagan umuman vaqtim bo'lmadi. Ko'rinishda unaqa bardak emas, lekin men o'zim tutib bardak qilib tashladim. Bilmayman nimagadir. 4 ta devorman bosib qo'yayotganga o'xshurdi. Hamma yoq changdaqa tuyulaverdi. Axir 5 kun uyda bo'lmadim. Ham mayli dedimda, bismillah deb ishlarni qilishni boshladim. Vodiydan kelgan kunimoq kir yuvdim. Faqat men kirim emas, bu yoqda menda avtomat mashina bo'lganligi uchun bolalar ofisda yashashadi, ularda mashina yo'q, shu uchun kiyimlarni menga olib kelib berishadi, men yuvib beraman. Baribir nima qilsa ham bitta komandamiz, bir-birimizga yordamimiz tegish kerak. Qarasam pardalar ham chang bo'lib yotibdi. Yuvaman, nima bo'lsa bo'lsin dedimda, sirraz pardalar yechdimda, oynalar archishni boshladim. Hamma yo'q rasvo. Ashu akfani yomon ko'raman, 2 qavatligini oynani o'rtasi kirligicha qolib ketadi. Artganingdan foydasi ham yo'q. Uyda sirraz pilisos qildimda, gilamni yig'ishtirib, taglarini ham pilisos qilib, parashogli suvda tozalab artib chiqdim. Parashogli suvda artganimdan keyin chaqab toza suvda artmayman, chunki o'zi parashogli hidi kelib turadi, oqshayib qolmaydi, chunki poldi rangi o'zi oq. Rostdan podizarniklarim уже yuvilib chiqqan ekan, sirazi ularda ildimda qarasam yer уже qurib qolgan ekan, gilamni soldim. Uni o'rtasida hammom tualetni tozalab chiqdim. Uni videosini keyingi reelsda qo'yaman, chunki buni qo'shib bo'lmaydi, juda ham ko'p. Ungacha pardalarim qurigan, sirazi pardalarni namicha ilib qo'ydim, o'zi tekis bo'lib qoladi deb. Valah ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar. Uyim topilib qoldi, vaydot.